Yoz qo'yamizmi? Gurto'qa jo'raga Abduqodirni. Abduqodirni qanday xabarlar? Gurto'qa jo'raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelin mehmanlar. Assalamualaikum. Şükür merhamet. Gelin. Vallahi gelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaktinden bak. Gelin. Oteller de gene. Hasan'a oturarsan. Assalamualaikum merhamet. Gelin. Şükür. Diye pulda vesileyle. Assalamualaikum. Sağ selamet gene. Ben bak yine. Yaşlı vasılamı. Assalamualaikum.
Allahu akbar. Xush kelibsizlar, xudolar, xush kelibsizlar. Sallarni qozib kelgan o'zi. Otini allab demak. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi anzilna muzilan muborakan va anta xayrul muzilin. Allohim bu juma ayyomlarini, bu nikoh to'ylarini hammamizga muborak qilgin. Ikkala yoshimiz, ikkala ota-onaga rahmat keltirishida qilgin. Parvardigor olam doimo qorilar ko'paysin, oshpozlar ko'paysin, san'atkorlar ko'paysin, to'y qilishni ham ko'rmaydi. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar va adkhilnal jannata mal abrar. Bi fazlika bi karamik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alloh shifot bersin. Salomat bo'ling. Qo'lingizdan ko'rmasin. Rahmat. Boshidagi bir ikkita mana shu ochilishlardagi stollarni, ma'ruzalarni menga aka telegramda boshqarman. Bugun juma. Hech shoshilmang. Albatta lekin yangi sizni. Kutlantirib qo'ydingiz lekin. Bugun juma emas-ku deydi. O'zim ham aytdim, 2 kun bir xil payshanba bo'lishi mumkin emas. Boshlamandan qanday? Qancha qoldi yemagan? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ni'matlarini cheksiz berib qo'ygan mehribon Robbimiz nikohni halol, zinoni harom degan ulug' va mehribon Robbimiz Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sano shukronalarimiz bo'lsin. Nikoh mening sunnatimdir. Nikohlaninglar deya nikohlanib oila qurib yashashlikka targ'ib qilgan mehribon payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga
cheksiz durud va salom salovatlarimiz bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bugungi fazilatli kunlarda, muborak to'yda yozilgan bu valima ehsonlarni dargohida qabul eylesin. Azizlar, siz u biz mana aziz mehmonlarimiz, hurmatli qudalarimiz bu yerga qadam ranjida aylab kelib turibmiz. Birdan bir maqsadimiz duo. Biz bu yerga choy ichib nonushta qilamiz degan niyatda kelmadik. Bugun xonadon ehson sohiblari Islomboy akamiz siz u bizlardan duo umidida mana shu koshxonaga bizlarni jamlab turibdilar. Sababi bugun ikkita xonadon, ikkita yosh nikohlanib oila quryapti. Mana shu yoshlarning haqlariga, bu ikkita xonadonning haqlariga, Islomboy akamiz, Baxtiyorjon akamizning xonadonlarining haqlariga duolar qilishlik uchun jamlanib turar ekanmiz. İnşallah Kerim Allah subhanahu va taolodan so'raymiz. Allohning duolarimizni ijobat eylesin. Nikohlarni bo'layotgan, quda andarchilik rishtalarni bog'layotgan ikkala xonadonga ham mehribon Robbimiz rahmatini, nurini, barakotlarini yog'dirsin. Bugungi bu xursandchiliklar keyingi yillarga haqiqiy xursandchiliklarga ulanmoqni mehribon Robbimiz nasibimizni aylagan bo'lsin. Azizlar, nikoh nima? Ya'ni nikoh bu avvalambor Allah subhanahu va taoloning amri, Payg'ambar alayhissalatu vasallamning sunnatlaridir. Mana shu narsani har bir inson o'zi uchun yaxshilab bilib olishligi kerak. Ba'zi bir holatlarni ko'ramiz, nikohga bo'lgan munosabat go'yoki urf-odatday bo'ladi insonlar orasida. Aslida azizlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda buyurgan amal bu nikoh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak hadislarida siz va biz ummatlarni tarbiya qilgan mana shunday ulug' amal. Payg'ambar alayhissalatu vasallam muborak hadislarda shunday marhamat qildilarki, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikoh bu mening sunnatimdir. Kimiki nikohni hurmat qilmasa, bu mendan emas deb Payg'ambar alayhissalom marhamat qilyapti. Azizlar, nikohni har bir inson, musulmon inson hurmat qilishlikka buyurilganmiz. Hatto ulamolarimiz, mazhab boshlarimiz aytishadiki, nikoh bu ibodat. Ana shunday ulug' amalni, ibodatni har bir inson hurmat qilishlikka buyurilgan. Nikoh ilmini o'rganishimiz kerak azizlar. Nikohni o'zimiz avvalo o'rganib, farzandlarimizga biz o'rgatishimiz kerak. Bugun insonlar orasida shunday kayfiyat borki, o'g'il uylantiraman, qiz chiqaraman desa, qizi o'g'li voyaga yetgandan keyin tashvish tushadi. Qaysi to'yxonada to'ysan, qancha odam aytsan, qayerdan qanaqa mebel olsam, sepini qanday to'ldirsam, o'ylaydigan tarafimiz faqat moddiy taraf. Kim agar o'g'il uylantirib qiz chiqarayotgan bo'lsa, xudo o'ylab ko'raylik, birinchi tashvishimiz shu bo'ladi. Aslidagi azizlar, birinchi bizni o'ylaydigan narsamiz, o'g'lim, qizim oilaga tayyormi? Nikoh ilmini biladimi? Ertaga bu o'g'il bo'lsa, bir oilani boshlig'i bo'ladi. Bir oilaning mas'uliyatini zimmasiga oladi. Qiz bo'ladigan bo'lsa, ertaga erini, turmush o'rtog'ini oldida o'ziga yarasha mas'uliyatlar bo'ladi. Farzand tarbiyasi. Mana shularga tayyormi degan savolni o'ziga berish kerak. Chunki dinimiz shunga buyuradi. Biz aksini qilamiz. Ertaga xuddiki oila qursa ular och qolib ketadigan yoki bir narsasini qilib bermas, hamma narsasini muhayyo qilib beryapmiz-ku, ma'naviyatga e'tibor bermayapmiz. Bugun buni aytishlikdan maqsad azizlar, ajrimlar ko'payib boryapti. Ajrim shu darajada ko'payyaptiki, mana butun respublikamizdagi har bir masjid
masjid imomlari o'ziga tegishli, o'ziga yaqin mahallalarga biriktirilgan. Kun oling ajrim. Borsangiz bir arziydigan sababni o'zi yo'q, oilani buzilishligiga. Buni mana shu to'ylarda, jamoat joylarida aytishligimiz albatta azizlar, bizning vazifamiz. Buni yetkazishligimiz insonlarga hamma. Bu azizlar ajrim shu darajada ko'payyaptiki, borib ishtirok etib qarasangiz bir arziydigan sabab yo'q. Bu oilada moddiy tarafiga qarasangiz hamma narsasi muhayyo. Ba'zi bir oilalarda kir mashinasidan tortib, hatto idish yuvmaydi kelinlar, qizlar. Idish yuvadigan mashinasigacha bor. Nima uchun ajrashib, nima kamchilik, nima muammo desangiz, bir-birimizga to'g'ri kelmadik. Azizlar, mana shu narsa, ya'ni nikoh ilmini bilmaslik bugun shu darajaga bizlarni olib keldi. Ana shuning uchun biz farzandlarimizga oila borasidagi ilmlarni o'rgatib, o'g'il qizlarimizni nikohga tayyorlaydigan bo'lsak, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayapti. Oyatda shunday marhamat qiladi: qo'l ostingizdagi insonlarni, cho'rilar, farzandlaringizni nikohlab qo'ying, Alloh o'z fazli bilan ularni boyitadi. Rizqni Alloh beradi azizlar. Nikohlangan oila qurgan insonga Alloh taolo o'zi rahmatini yog'dirib qo'yadi. Barakotini yog'dirib qo'yadi. Alloh o'zi Qur'onda aytib qo'yapti, Alloh taolo fazli bilan boyitadi. Demak, azizlar, biz birinchi o'rinda ularni ma'naviyatiga, oila qurgandan keyin ikkalasini bir-birini tushunib, mana shu nikoh ilmini borasida bir-biriga yuklatilgan mas'uliyatlarni tushuntirib, bugun nikoh ilmi borasida yoshlarda kam ilm, erning vazifasi nima, ayolning vazifasi nima, er-xotinlik vazifalari qanday, o'rtadagi farzand tarbiyasi, taloq masalasi, mana bu masala oddiy holga aylanib boryapti. Taloq masalasi. Ozgina kelishib bo'lsa taloqni berib oilalar buzilib ketyapti. Yana bir qancha muddat o'tgandan keyin keladi domla jahl ustida taloqni aytib qo'yadi, nikohimizni yangilab qo'ying. Taloq ilmi juda nozik masala, biz farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak. Alloh taoloning arshi larzaga keladi deydi. Shu so'z aytilsa. Allohning arshi larzaga keladi. Tafsirlarda aytiladi, u arshni ushlab turgan farishtalarning quloqiga yetib borar ekan shu so'z aytilsa. Arsh titrab ketar ekan, farishtalar titragan. Ana shuning uchun bu masala azizlar, taloq masalasi shundayki, bu xohlagan paytlarni chiqib qolganda yoki bo'lmasa bir kayfiyat bo'lib qolganda aytiladigan so'z emas. Ulamolarimiz aytishadiki, Alloh taolo halol qilgan narsalarni ichida eng yomon ko'radigan taloq. Taloqqa qachon ruxsat bor? Qachonki er va xotin o'rtasida munosabat yomonlashib, yashashning iloji qolmadi. Yoki bo'lmasa bir xiyonat bo'ldi, qandaydir. Xullas, er va xotin bir joyda tursa yasholmaydi. Chora yo'q, oilani buzilishi kerak. Ana shu holatda ulamolarimiz dinimiz taloqqa ruxsat berganki, oilani buzishlik uchun. Boshqa sababdan oila buzilmaydi. Bugun oddiy hol bo'lib qolyapti oilalar buzilishi. Ana shuning uchun biz azizlar farzandlarimizga, oilalar, mana shu o'g'il qizlarimizni mana shu oilasi mustahkam bo'lishiga avvalo ota-onalar sababchi. O'rgatishimiz kerak. Bugun bir-birini olamiz, qimmat-qimmat sevlarni qilamiz azizlar. Shularni orasida bir kitob olib qo'yaylik. Shayx hazratlarining buni har doim aytaman, Baxtiyor oilaga kitoblari bor. Tursa 150 ming turadi. Shuncha sarflaganimiz orasida o'g'lim, qizim mana shu o'qigan deb bersak, o'qisa, o'ndan biriga amal qilsa ham qancha bizga manfaat bo'ladi shu. Qancha oilalarni oldab olingan bo'ladi buzilish. Mana shuning uchun azizlar, nikoh ilmini biz bugun farzandlarimizga, o'g'il qizlarimizga o'rgatadigan bo'lsak, inshaalloh baxt shunda. Buni har qancha moddiy tarafini mukammal qilib qo'ying, er xotin bir-birini tushunmasa, aslida baxtlanish deymiz. Shuning uchun yoshlarning bir-birini ahilligida, bir-birini tushunib yashashligida bu baxt Alloh taolo hammalarimizni ham farzandlarimizni baxtli, saodatli hayot kechirishlarini nasib aylagan bo'lsin. Mana bugun nikohlari bo'layotgan bu yoshlarimizga Alloh taolo baxtu saodat berib, xudoandachilik rishtalarini bog'layotgan ikkala xonadonga Allohning rahmatini, barakotini yog'dirsin. Xudoandachilik rishtalarini go'zal qilib, ikkala taraf ham ana shu farzandlarni baxtli kamolini ko'rib yurishlarini Alloh nasib aylasin.
Azizlar, vaqtimiz qisqa, xizmatga boradiganlar bor. Shuning uchun so'zimizni muxtasar qilsak, so'zimiz yakunida Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimdan tilovat qilsak, tilovatdan keyingi ayniqsa mana jamoat bo'lib muborak qo'yinglar. Jamoatning duosi albatta ijobat, bunga shak shubha yo'q. Umid qilamiz Alloh taolo qilajak duolarimizni ijobat aylasin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannata qala ya layta qawmi ya'lamun. Bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة ورضيان. Mübarek Rabbime tilavat qildik, qilingan tilovatlarimiz, yozilgan duolima ihsonlardan hosil bo'layotgan savoblarni barcha o'tganlarimiz alal xusus marhum Jamoliddin dadamiz, Ashurboy otamiz Alloh o'ziga rahmatiga olib, savoblardan ularni ruhlarini bahramand aylagin. Parvardigor, bugun nikohlari bo'layotgan yoshlarimizga o'zing baxtu saodat ber. Bu yoshlar sababiyatidan qudratining ishlarini bog'layotgan Islomboy akamiz, Baxtiyorjon akamizni xonadonlariga rahmatin nuri yog'dirgin. Qudratining ishlarini go'zal, xayrli qilgin. Ana shu farzandlarni baxtini, kamolini birgalikda ko'rib yurishlarini Alloh nasib aylagin. Bugungi bu xursandchiliklar, keyingi yillarga haqiqiy xursandchiliklarga ulamoimiz nasib qilgin. Parvardigor, bu ihson sohiblarini Islomboy akamizni takliflariga labbay deb hurmat qilib qadam ranjida aylab kelgan mana uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlarimiz, hurmatli qudalarimiz hammalarini Alloh bosgan qadamlariga hasanotlarni bitgin. Barchalarni ikki dunyoda aziz mukarram qilgin. Bu yozilgan ihsonlarni Alloh qabul aylab, mana shu ihsonga xizmat qilgan barcha ko'pchilarimiz, ichkarida xizmatda turgan choypaz va oshpazlar, mana shu to'yxonaning ma'muriyati, barcha xizmatda turgan ko'pchilarimiz, video tasvirchilar, Faxriddin akamiz, o'rtada xizmatda turgan qadrdonlarimiz, Qodir akamiz, hamma kim nima xizmatlari bilan hissalarini qo'shayotgan bo'lsalar, hammalaridan Alloh o'ziga rozi bo'lgin. Qilayotgan xizmatlarning ajr va mukofotlarini o'ziga ko'paytirib, ikkala yoshga go'zal baxt bergin, hayotlarini shirin qilgin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar Robbi anzilna munzilan muborakan va anta xayrul munzilin. Juma ayyomlarini, nikoh to'ylarini Alloh hammamizga muborak qilgin. Ikkala yoshimiz, ikkala ota-onaga rahmat, duo keltirib sujud halollardan qilgin. Taqvoni ustidagi oilalardan qilgin. Bu nikoh to'ylarini haqiqiy to'ylar ulantirgin. Birga duo qilishimizni Alloh hammamizga nasib qilsin. Doimo hofizlar, qorilar, oshpazlar qo'ysin, ko'paysin, to'y qilinglar ham ko'p. Allohu akbar. Bir kun Subhanallah.
Lagan taşıp oradan çakırıyor. İşlevotgan joydan deb to'g'risiga kirib ketadi.
Zaldami? Yoshlar duo qiling. Qizlatyaptilar. Ha, maşallah. Xudo baxt saodatini bersin. O'zidan ko'paysin, qulluq bo'lsin. O'zbekistonda xudoga bo'lsin parvardigor. Allohumma barik lahum fima razaqtahum wa qil lahum warhamhum. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Avvalambor assalomu alaykum, xudolar xush kelibsizlar. Kelinlar marhamat bo'lsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Xudomizga ozgina atagan narsalar bor ekan, shuni berib olib, keyin umumiy duo qilamiz. Xo'sh. Botirjon aka. Botirjon aka. Ya'ni xudomizning akalari. Botir aka. Bismillahirrohmanirrohim. O'tiring, bola uzat bo'ladi. Keyingisi Bahodir aka. Bahodirjon aka. Keling Bahodirjon aka. Abduvahhab tog'a. Abduvahhab aka. Bismillahirrohmanirrohim. Yurishinglar. Jo'r aka, marhamat. Keling Jo'r aka. O'rningizda shuni tursangiz, men berib yuboraman. Va nihoyat, xudo buva, Baxtiyorjon aka, keling. Keling Baxtiyor aka. Keling Baxtiyor aka. Bu yoqda zarton bo'lib ketdi, tanish bo'lish. Keling. Salom. Shundan olamiz. Yana beramiz. Yana xudo bilan bir ko'rish bo'ladi. Alloh. Ko'rish bo'ladi. Ana kelamlar, sal-sal yaqinroq kelinglar. Ha. Ana endi xudoning yoniga turib olasizlar. Qarina amin. Xudoga duo qiling. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minnal muslimin. Parvardigor olam.
ulug' ayyom juma kunlarini, ulug' nikoh to'ylarini hammamizga muborak qilgin. Bugungi yozilgan pokiza dasturxon, ustozlarimizni qilgan amri ma'ruf Qur'onni tilovatlari, hoji otalarimizni, qudalarimizni, jigarlarimizni, mana bu qudalarimizni muborak qadamlarini Alloh dargohida qabul qilgin. Hosil bo'lgan savoblardan avvalambor ko'zimizni nuri bo'lgan ikki dunyo sarvari olam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhlariga, hammalarimizdan o'tib ketgan ota ajdod, ona ajdod, mo'min musulmonlar qatorida ikkala qudamizdan o'tib ketgan mo'min musulmon, muslimalarni Alloh rahmatiga olgin, joylarini jannatdan qilgin, bugungi savoblardan bahramand aylagin. Amin. Ikkala yoshimizni muhabbatini abadiy qilgin. Mana bu qudalarimizni aqlchiliklarini qiyomatgacha davomiy qilgin. Kelajakda iymonda, e'tiqodda, islomda yuradigan, Qur'onni tilovat, Qur'onni xatm qiladigan, Allohni, vatanni, Qur'onni, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sevadigan pokiza farzand, nabiyra zurriyatlarini Alloh nasib rozalagan bo'lsin. Amin. Bu nikoh to'ylarini haqiqat to'ylari bo'lantirgan. O'sha kunlarda birga duo qilishimizni Alloh hammamizga nasib rozalagan bo'lsin. Amin. Bu oilalarni taqvoni ustidagi oilalardan qilgan. Ikkala ota-onaga rahmat, duo keltiradigan juft halollardan qilgan. Mahallada ibratli juft halol qilgan. Bularning rohatini ikkala quda baham ko'rsin. Doimo qudalarimizni yuzlarini bir-birlariga iliq qilgan. Parvardigor olam bu xonadonga fayz bergin, barokat bergin, Qur'on nurlarini zinatlagin. Amin. Bir-birlarini jannatlarda ham duo qilchi do'stlardan qilgan. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Robbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك. الله أكبر. سلامت ولله. رحمة شكرا. Ularga salomat bo'linglar aka. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Sog' bo'linglar. Salomot qo'ying hammaga. O'tinglar mahallaga. Sog' bo'linglar. Xudo xohlasa. Rahmat. Xudo xohlasa. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yaxshi yetib olinglar. Rahmat.
Çöket çoğuran mağarası. Adı video var bu kadar. İlahim. Bismillahirrahmanirrahim. İkkala yoshimiz, ikkala ota-onaga rahmat duo etishimiz juda qallanadi bo'lsin. Islom boy ekanmi qalblaridagi ezgu niyatlardan afzaliga sharifga Alloh yetkazsin. Keyingi yillarga pokiza farzand, nabira suratlarni Alloh nasib qilsin. Do'stlarimizdan, birodarlarimizdan biriga duo qilishni Alloh nasib qilsin. Allohumma solli va sallim va barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Yedirga yetirilgan Allohga hamd va sanolar, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning salomlar salovatlar bo'lsin. Bu ikkala xonadonga fayz bergan, barokat bergan, Qur'on nurlaridan ziynatlagan. Pokiza farzand zurriyatlarning ikkalafida rohatini ko'rsin. Bu xonadonga havas qilgan akalarimizga ham, ukalarimizga ham pokiza kelin-kuyovlar nasib etsin. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بفضلك بكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. جمعه يوم مبارك بس خدا راحه المسلمين رحمت الحمد لله.